Sizlar bilan birgalikda tanıyan vatanimdan tashigan Shaman Terrorizm serialari bugungi videoda sizlar bilan birgalikda qiluvchi Minecraftda mazza qilib olamiz. Albatta Minecraftdagi Bedrock Edition uchun top 7 montlarni ko'p chiqamiz. Qani bo'lmasa ham ketdik. Qani bo'lsam birinchi bo'libda bu kerakli modlar. Hatta bu o'zida ma'lumki kerakli mod deb atalgan. Top 7 albatta. Modlar bu. Har xil narsalar bor, kelchi. Menda bug bo'lib qoldi ba'zilari, lekin sizlarga xurda qolsa ko'rsatib o'taman. Chunki har xil narsalar bor kerakli mod. Bular degan umidda. Voy, chiqdi-ku. Bo'ldi. Do'stlar, davay. Shitdan modlar. Mashina modda davom etadi. Hozir. Mana shitda. NPC'ga o'xshagan narsalar bor. Manyak. Mana bu. Keyin Derp bor ekan, mana shu yerda. Derpman. Derpning modlari bu kiruvchi. Askar manyak ko'rishlar mumkin. Bu kerakli mod bekorga deb aytmayman. Bekorga unaqa deb aytmagan, chunki kerakli modlar hammasi. Keyingi modga o'tamiz kiruvchi. Bu top birinchi modimiz edi. Keyin top ikkinchi modga o'tamiz. Keyingi mod bu hamma xohlagan mod. Albatta qanaqa hayvonlarga aylansa bo'ladigan mod kerakli. Hamma vardiyaga aylanadi. Vardiyaga aylanadi. Ketdik. Gördünüz mü? Karıyla gigant haqiqiy gigantmiz. Do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Biz Vardinga aylanib qoldik. Oldinga. Mana ko'rish mumkin. Biz Vardinga aylanib qoldik. Dinursa. Do'stlar, shuni dadiklar ko'rib qo'yinglar. Bu top ikkinchi modimiz. Keyingi hayvonga ko'ramiz. Mana shu o'saga aylanib ko'ramiz. So'ng'is chamas bu. Voy. Hamma yo'qdi. Mazasini chiqarib oldi. Jitterga aylanib turamiz. Mana ko'rishinglar mumkin, jitterga aylanib oldik. Faqat bug bo'lyapti nimaga? Albatta videomizga like bosib o'g'limizni unutmanglar. Mehnatimizni ozgina qadrlagan holda meni ko'rishinglar mumkin. Qanday qilib moblarga aylanishini. Qani bo'lsa, top 3-mod ketdik. Endi top 3-modimizga keladigan bo'lsak, bu mashina modi, kerakli mashina modini ko'rib chiqamiz. Qani bu buzurmon kerakli. Redepti Taylandga mosidagi Redeptagi Jiguli modi mashhur bu ham. Shundaqsa. Mana ranglari bor. Fioletiy. Ko'k rangli. Qizil rangli mana.
oq rangi, ko'k rangi, yaxshi rang. Mumkin menda ko'rishlar mumkin. Endi bu modimizda qaysi versiyalarga tushadi? Bu modlarimiz desak 1.21 dan tepasiga tushadi hamma modlar. Albatta hozir top 4-chi modimizda ham chiqamiz. Ko'rishlar mumkin top 3-chi modimizda mashina modi bo'lmaydi. Keyingi modimizga o'tayotgan bo'lsak, ketdik o'tamiz. Keyingi modga o'tadigan bo'lsak, bu modimizda nomi animatsiya ko'rishlar mumkin. Animatsiya modi bu Bedrock yo'q, aslida Bedrock Java edishini bor edi. Faqatgina endi Bedrockga ko'chirishibdi. Yaxshi ko'rishlar mumkin. Mana ko'rishlar mumkin. Tunqasi aytib qo'yganmiz. Ijroganlar. Endi mana ko'rishlar mumkin. Ko'ryapsizlar. Mana. Endi 3 ko'rmoqchimiz. Ko'raylik. Shuni ko'raylik. Videosa. Çıktı. Superman bo'lib ketdi bizda. Superman bo'lib ketdi. Super tinchi modimizda shunaqa bo'lsa, endi ikkita mod qanaqa bo'larkin? Hop, to'nqayish. Endi ko'rishinglar mumkin bu 4-chi modimizda. Keyingi modga o'tamiz. Yana 3 ta mod bor. To'g'ri. Yana 3 ta mod bor ekan. Afsuski unutib qo'yibman. Uzr so'rayman. Yana 3 ta mod bor. Keyin 5-chi modimizga o'tamiz. Hop, keyingi modimizga o'tadigan bo'lsak, bu Java Hunt modi. Bu klaslar bunaqa Bedrockda kichkina qo'li bo'ladi, mashina yarimi bo'ladi. Mana shu katta bo'lib ketgan hozir shu modni qo'yib olganman. Mana ko'rishlar mumkin, xuddi Javada o'ynayotgandek. Men Java o'ynayapman ishlarda keyin joylarga. Bu top 5-chi modda shu edi. Qarorchi bu modlarimiz hammasi Java'niki bo'lishi mumkin, lekin Java modlari Bedrockga ham bor albatta. Bedrockga shu modlar bo'ladi. Keyingi modimizga o'tamiz. Top 6-chi modimizga o'tamiz. Keyingi modimizda bu ko'p qadri yotgan shu katta versiyalarga bormikan deb yotgan o'sha F5 modi. F5 modi bu hammaga tanish. O'sha 1.7-1.18 larga tushadi. Oldin ko'rganinglardek hozir 1.9, 1.20 larga ham tushyapti. Mana ko'rishlar mumkin. Endi bemalol shunaqa 21 versiyalarda ham shunaqa yuzilarni ko'rsatib, nastroykaga kirib o'tirmasdan qilsa bo'ladi. Qaramasam F5 modimizning bitta qobiliyati yo'q mana. Ko'rishlar mumkin. Javadan farqi yo'q qoladi sizlar. Sizlarda anaqa Minecraft ila. Ana bo'lsam keyin top 7-chi modimizga o'tamiz. Qaramanza ketdik. Qarorchi top 7-chi modimizda oxirgi modimizda shu. Mana shu knopkalar chiqib joylarga tegadi. Ko'rdingmi? Sizlar ham Java Minecraftlarga o'xshab sizlar ham o'ynashni xohlasizlar. Mana shu yerda katta knopkalar bo'lib, sizlar asabiylarga tegan.
Lekin buning qanaqasi bor? Endi rejimi bor. Albatta mening Telegram kanalimda topasizlar. Endi 21 ga ham choradi bu. 20 ga ham o'ylab bo'yversa choradi. Endi qiyin emas knopkalarni yo'qotish. Ko'rishinglar mumkin. Bitta ham knopka yo'q. Faqatgina F5 bor xolos. Bu 7-modda knopkalar yo'q qiladigan mod. Albatta. Videomizga like bosib qo'ydinglar deyman. Tamam? Hammaga xayr. Salomat bo'linglar.